Xotinim yurist. Akasi prokuror. Qaynotam bosh prokuror. Xotinim bilan ajrashsam bormi? Topoqdim. Ha, kuyov. Nimani o'ylanib qolding? Nimani o'ylayapsan? O'zim shunday qaynotib esa yaxshi ko'raman qaynota. Ha, bilaman. Ha, sovuqmi? Qor yog'ibdi-yu. Tog'larga qor yog'ibdi. Qaynota, Aha. nechta bojangiz bor? Xo'sh, 5 ta original, 3 ta pat original bojam bor. O'zim ham biluvdim. Nimani? Bemaza qovun urug' ko'p bo'lishini. Bo'pti, qaynota olib kelaman. To'xta, qayerga ketyapsan? Magazinga borib qaynota. Mana pulga bir 100 gram go'sht kelgin-da. Nimaga 100 gram go'sht? Itga beramiz. Itimiz yo'q, qaynota. Irrilanmagin, tez olib kelgin. Irrilanma. Ey, kuyov. Kuyov. Men sog'ayarmikin mana? Ey jonim ey. Bu narsa menga ham qiziq qaynota. Ish qilib tuzalmang-da. Qaynota, Ha, nega meni qaynonam faqat jin deb chaqiraveradi? Nega? to'g'risi ham-da, qayerda aroq ochilsa, shu yerda sen darrov paydo bo'lasan-da. To'g'risi? Nima? Obbo, ana qitmirlik yo'q kelyapti yana. Hozir yana bir qitmirlikka boshlaydi-da, bir narsani gapiradi-da yana. Qitmirlik qilib. Qaynota, assalomu alaykum. Qaynota, bo'shmisiz? Ha, bo'shman. Tushing, gaplashib turamiz. Qaynota, sekin o'ngroq. Qaynota. Ha. Voy. Bugungi kunni bir eslash xolismi? Ha. Qaynadan kelyaptimi? To'g'ri yo'l, to'g'ri. Qayerga?